Lekin 30 yaşın başını geçiyor de. 30 yaş. Ben pilot 30'ını taşıyor de. Ben 30 yaş devesem bulu da o yüzden mi? Hazret konulara geldi. Kadirlik dostlar. Biz bugün Abdumrayillik Xalq 3. doktorxonasi alayda qo'llagan bir piyol choy suhbatimizni boshlash oldida turibmiz. Bu suhbatimizga shu doktorxonaninki yurak mutaxassisi Ali To'xtini, yosh ijodiyatchi G'ujmat Qurbonni, yosh naqshchi Farhat G'aniyni taklif qildik. Suhbatimizda biz faqat shu G'uji Matqurban ijodiyatini qilgan, Ali To'xti ijro qilgan 30 yosh nomidagi mush naqsh ustidilla birda mulohaza qilamiz. Mush 30 yosh degan tema ma bizning naqshchiligimizda bir yangi tema-ku bu. Qanday degan vaqtda 40 dan o'tganda, 50 dan oshganda yoki bo'lmasa 18 yosh deydigan manda naqshil bo'lgan. Ammo 30 yosh ma tunji qatim anglashim. Mushu yangi tema sening kallan qanday kelib qoldi? Bir o'rtaqlashib baqsaq. 30 yaş degan temani yozishdan burun nima kallan kelib qoldi desangiz, o'zim garchi yosh bo'lganim bilan, kichik bo'lganim bilan meningki mush 30 yosh demetliki akallarim Bulapmı mendek? Aşındaq yeshimdan cho'ng 30 yoshga qadam qo'ygan mush Ali akam boshchiligida, siz boshchiligida ajoyib yaxshi akallarim, yaxshi do'stlarim ko'pda. Muşlar köz aldımda bo'lgandan keyin uning ustiga abay siz degandek bu tema tehi chiqib boqmabdi ekan. Mush temani ching tutilib o'zimning kuchini yetishcha hizb qilib baqdim. Undan keyin mush Ali akamga maxsus yozgan naqsha bu. Uning yeshimi 40 dan o'tdi, 50 ga bormidi. Lekin 30 yoshning başını geçiyor de. 30 yoshning boshidan kechirib bo'ldi. Shunda bo'lgandan keyin mush Ali akamni ching tutilib, oldidagi yurakka o't sol degan naqsh orqali uslubini az to'la tushunib oldim. Tadqiq qilib Ali akamga muqim tushudimi shu naqsha debla mushun chuqum aytsiz. O'tganda bu naqshini anladım. İcadiyetimi nayet yaxshi bo'libdi. Akotini Farhatjon Raur chepdi. Meni yoqdi shu, chunki men 30 yosh bo'lganligim uchun menmi 30 pilot 30 chu. Men pilot 30'ni tashib etdim. Men 30 yosh devesem bo'ladi o yüzden. Mush Farhatjon bu ijodiyatni jonlantiruvchilarning birisi. Mush yigit qanday çaldı bir inkasını anlap bakaylı. Aldı bilen. Şu Ali İkkam'dan kızgınlığı beni ruhlandırdı. Ali İkkam aldığın başını oraya tutuyor bana. Cazısına ekledi. Fıkam bana hiç kimlik okşamaydan kılımız cuma. Hiç kimlik okşamaydan dep. Bak şimdi yine müziğinin pulu mu? Ya. Öyle kallanıp vurup, öyle peyzi kılıç göndeydi değil mi? Şu an izlenip kalan da bu adam müzik. Çünkü bu akamdan mərisi yok birinciden. Köyün yakşı. Ko'ngli yaxshi qarindishimiz bu naqshini ijro qildi. Bu Ali To'xti amaliyotda tibobat, tibbiy sohada o'qigan adam. Bizningki san'at sohasimizga, naqsh sohasimizga bir o'zgacha gululab qayta julolanyapti. Ali Bug'roninki bir anglab baqsaq. Rahmat, avval sizga mush İpek Gulsada sizga rahmat. Bayam G'oji inim degandek bu ot cəhətdə bu doktorluqdan otda ən yaman. Çünki mən oxuyan kesbim şu, həm bir ömür ügünümüz. Lakin sənətli doktorluq həm bir kesib. Ağırlanmaydı. Burun cismini davalab gələn bolsaq, Hazır royunu, hə? 30 yaşa gəlgəndə adam roy cəhətdə sağlamlıq əhəmiyyətlərimizə bulmaydı ki. Həm bir şeydə G'ojinim rəhmət etdim. Mənə düşürübla. Aka, sana bir icadiyat qıldım degəndə oturub qarab qaldım. Vay. Bunu italəməm o desəm. Aytsa da mush ikkisi G'oji bilan Farhatjon bo'dak inim ügetdi mana. Bir jumla ügetib muzikani men shart qo'ydim. Cho'qimdan chiqib bir boshqacha. Sen yaxshi bo'ldin degan. Shu oxirida mushu naqshni vujudga chiqarib bergan sizning sahnangizga İpek Gulsadasiga rahmat. Rahmat. Jafo chekdinglar. Eng muhimi shu taqalgandan keyin men garchi doktor bo'lsam-mu, shu anglag'uchilar doktorning maqsadi deb yoqtirsa men shuncha qo'sh bo'laman. Rahmat. Hamda partiya hukumat nurg'un mablag' ajratib, shu Tianshanning janub va shimolidagi
her qaysi milletlerge nurgun teşkili cihetten meblağ ajırıp şu doktorxanalar arqılıq mehr muhabbetini yetkizip atıcı. Ahırda Abdunum rayonluq Xalq üçüncü doktorxanasıga alayda minnettarlığımız var. Çünkü bizning sağlamlığımızı asrashqa köp kuch chiqaryapti, ham tashabbus qilyapti. Rahmat sizlarga. Yoki yo'g'im baş, hammaga adash, men bir o'ttir yosh. Davringni qaqvash, yoki yo'g'im baş, hammaga adash, men bir o'ttir yosh. Cho'ng desa, cho'ng emas, kichikdin sal cho'ng. Ammo men jahonda hammadan qaqvash. Ellikdan oshmadim. 30 yaşdan çok men asli özümni tutkan 30 yaş. Davrimni qaqvash yoki yo'g'im bash, hammaga adash, men bir 30 yash. Davrimni qaqvash yoki yo'g'im bash, hammaga adash, men bir 30 yash. Vakıldap gitti bu dimenli hergiz. Ko'nglingda men uchun bulmusun çigiz. Vakıldap gitti bu dimenli hergiz. Ko'nglingda men uchun bulmusun çigiz. Men tehi yenip durgan yigit. Çünkü men özümni tutkan 30 yaş. Davrimni qaqvash yoki yo'g'im bash, hammaga adash, men bir 30 yaş. Davrimni qaqvash yoki yo'g'im bash, hammaga adash, men bir 30 yaş. Davrimni qaqvash yoki yo'g'im bash, hammaga adash, men bir 30 yash. Davrimni qaqvash yoki yo'g'im bash, hammaga adash, men bir 30 yash. Salam, rahmat. Selamet. Yana Kaplanның жүркін явағанда кеп қалды. Yani bizning şu Yepek yolu seydası Naqşın Söydüğalarının seynasıga Abdunum rayonluq Xalq üçüncü doktorxanası yürek keselikler bölümünden Ali doktor. Salam, hemmenla salamet olun. Rahmat. Özgüçe, ustazlar. Yani ciddilik başlandı. Bugün gitarlı dedim bir tal yavağam. Rahmat Ali. Bizge doktorxonada her qaysi jihatlardan yaxshi davolabli qilmaysa hamda ma'naviy jihatdami ba'zi bir davo shifoni elib kelyapsa ko'p rahmat. Amma Ali Fikamning maqatim sahnaga chiqishi oldinqisi bilan o'xshamas, ha? Hareketlar, oldin qitim haqiqatan jiddiylashgan, o'zini men ancha va hozirgidek rahat qo'yib ama bugungi sahna Fikam pishib ketdi. Bo'ldi, hamda pishibsiz. Esma, ha. Ma uslubim tushib ketibdi. O da hareketli bo'lsa, mikrofon tushib ketdi. naqshida bo'lsa, yana bir so'z. Yaxshi qilish qilishlar emas, hozir men kasb qatoriga o'tgan bir kayfiyatda biz shunday rahat. Rahmat. O'zingizga tushibdimi bu?
İlki tekstlarni ifodalashim shunday yaxshi. Shunaqa. İlki hareketlaringizni Ha. tatib sahnaga shunda O'zimdek ozod, rahat shunchak qo'yyapti mana. rahat. Anki udarlarga tushishlarimni, tekstlarni ifodalashtiringizni shunchak yaxshi. Nurg'un endi haqiqatan mishlaq sizdek o'ttir yoshlik oltin davr demdik, endi hayotimizdagi oltin davrdagi shundoq akalarimiz ulgu bo'lsa, anadan keyin bizning shu o'ttir yosh vaqtlarimizmi shundoq go'zal o'tkisi, naqshingizdan bir bir tarafdan so'zlayotgandek ash gapni muzikalashtirib shundoq chiroyli qilib sho'chang desangiz sho'chang emas, lekin boshqa bir janrda shunday yaxshi ekyapsiz. Ya bu üzlük ko'ngil gap. Azroq ko'ngilga yerlar. Buni davomli biz pul gap qilsa, sen oz gap qildi turib olamiz, shuni o'ylay gap qildi desanglarmi davringlar. Meni kichik ko'ryapsizlar, cho'ng men Evletmen bir kakkoş der gayri. sen Gibini qilmagan bo'lsam biladi asosan. Ali Ufka mende öz növbetide şu Abdülmuray'ın Uşin Doktorxan'ın bir obrazıcı mı? Şu muş inimiz arkalık Uşin Doktorxan'ın tonuduk yoki to'nayotganlarni aytib ko'p o'zim bek kuch sarf qilyapmish doktorxona xizmatlari uchunmi naqsh muzikam ama bugun bek o'zgacha oldin qatimdan shundoq ko'p bir yaxshi alomat Yaxshi ko'rdik aka, bu san'at ishini bek yaxshi ko'rdik, muhabbat berdik. Biz mana aralashib kelayotgan 7-8 yil bo'ldi, buni o'zgarish taraqqiy qilish zo'rda. Hozir bu naq maydon naqsh aytqizsimi, so'rildi hozir biroq o'tirashlab qaz birinchilab Ali doktor boshini sahnaga chiqardi. endi men sizlarga shu gapni o'sha Alining purstidan paylanib deb qo'ymoqchiman. Shuning uchun odamga shu tanqid tarbiyadan bakroq ilhom foyda qildig'ini rag'bat, tasalli, ilhom. Shu Alini qaranglar hozir buni qoplanning yuragini yeb sahnaga chiqib yaxshi harakat qilib taqa. Men usul o'ynayapti va diqqat qilinglar, aytaymi usul o'ynaydi juma bu. Rahmat uka. Rahmat. Yaxshi Bugun shunda xush bo'ldim. Endi eng oxirda bir qiz yakun gapim mening his qilgan. Doktorlik eng buyuk san'at. Bu isbotlanib bo'ldi. San'atning o'zi eng ulug' davolashning bir tarkibi qismi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar. Asosan olim bu